e'tibor berganmiz. Men BYD yuvanap moshinalarni pastga olib kelmayman. Lekin bu videodan keyin yuvanap aksiyaga qo'ymasam bo'lmaydi degan qaror keldim. Videoni ko'rib, etim jimirlab ketdi. Bitta ko'ring. Ko'rdingiz-a? Bu ayolning o'rnida siz ayolingiz ham bo'lishi mumkin edi. Uylanishdan oldin qop-qop va'dalarni berib, keyin olgansiz. Lekin hozirgi kunda to'g'ri tushunaman, oilada 2 kishi ishlamasa bo'lmaydi. Svet, gaz, naloglar oshib ketyapti. Lekin farq shundaki, keyin ishga avtobus, metroda borib kelyaptilar, tiqilinishda. Siz esa o'z mashinangizda mazza, komfortda. G'alati emasmi? Ikkita variant bor. Xohlasangiz mashinangizni soting, kelinga yaxshi bitta yuvanap mashinasini olib bering. Sip Toshkent 12800 qilib beramiz. Yoki bo'lmasa, kelinga o'zlariga alohida mashina olib bering. Shunaqa holatlarga tushmasliklari uchun. Siz agar ishda xotirjam o'tiraman deydigan bo'lsangiz, oilam tinch bo'lsin deydigan bo'lsangiz, ayolingizning xavfsizligi va komfortini ta'minlab qo'yishingiz kerak. Fikrim to'g'rimi yo'qmi? Kommentariyada fikringizni bildiringlar. Hurmatli opa-singillarimiz uchun BYD yuvanap mashinasini 19500 ga patkurish holatida 30 kun kutish sharti bilan olib kelib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Eng go'zal sensan, eng go'zal sensan.